hurmatli kuzatuvchilar, hamma tinchmi, omonmi? Eron texnologiyasida nishonlarni ko'rsataman sizlarga. Odamni jigariga, o'tpayiga, oshqozoniga, hatto betidagi ajinlariga ham foydasi bor. Ko'rsating nishonlarni. Mana keling. Haqqoniy nishonda. Xudo xolasa kelaverasizlar mana. Bunaqasini hozir ma'londan topish juda qiyin bo'lib turibdi. Mana nishonlarni zo'ri Xudo xolasa. Olib borasiz, yeysiz. Yosh kattalarga ham, yoshlarga ham bir xil ma'qul kelaveradi. Ayniqsa ayollar kosmetologga pul sarflamaysizlar. Nishonlarni bir oy ro'za tutib, nishonlarni ko'proq iste'mol qiling. Betingizdagi husnbuzarlaringizni yo'qotib yuboradi. Ma'lumot uchun tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu adres qayerda deb oqtarib yurmaymiz. Oybek nom markaz. To'g'ri kelaveramiz. Bahramli svetofordan shunday Yasavon tomonga o'tishingiz bilan o'ng qo'lingizdagi Oybek nom markaz. Nishonlarni Eron texnologiyasida bo'layotgani mana shu yerda bo'ladi. Xudo xohlasa, yoshi kattaga, yoshi kichkinaga hammaga birdek ma'qul kelaveradi. Kelaveramiz, ko'raveramiz, ko'rvaveramiz.